Do'stlar, kerakli TV kuzatuvchilari, men bugundan boshlab YouTube kanalida o'z faoliyatini boshladim. Men sizga kerakli bo'lgan dasturlar, saytlarini tushuntirib bera olaman. Bugun men sizlarga Telegram kanalini zaifga qilishni o'rgataman. Yangi kanal ochamiz. Buning uchun plus ilovasi bo'lishi kerak. Telegram ilovasida hozir yangi kanal ochish yo'q. Plusni olamiz, yangi kanal yaratish. Bu ommaviy kanal bo'lsa, zaifga qilib bo'lmaydi, shuning uchun xususiy kanal qilish kerak, xususiy kanal. Kanal yaratildi. Zaifga qilishni o'rgataman. Kanal turi. Manage and feed links bosamiz. Create a new link. Admin tasdiqlashni so'rashni yoqib qo'yamiz, yaratish bosamiz. Mana yaratildi. Endi bundan sinab ko'ramiz mana. Mana bosib turib linkini olamiz. Telegramga o'tib, saqlangan xabarlarga kanalda link tashlaymiz. Mana qo'shish so'rovi chiqdi. Bosamiz. Qo'shish so'rovi adminlarga yuborildi. Mana kanal. Bir qo'shish so'rovi. Video juda ham oddiy va tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni so'rayman.